bulardan yomon maqsadda foydalanib turgan shu skamerlar ham chiqib kelyapti orada. Hozir bizning shu proyektlarimiz bor. Mana shu logistika sohasi yoki boshqa sohalarda odamlarni aldab pulini olish juda ham kuchayib ketdi. Yoki O'zbekistonda ham chiqib keldi. Shu narsa ikkita asos katta voqea meni ahamiyatini tortdi. Birinchisi o'sha o'zimiz bitta surxondaryolik bola boshqa bolalar bilan birgalikda o'sha bilaman sun'iy intellektdan foydalanishgan, ilovalar qilishganda APK formatda Telegramdan fayllar jo'natishdi-da. Uni o'sha kelib turadi. O'zi tanigan odamdan kelib qoladi. Shunda ularning nomidan jo'natadi, hack qiladi Telegramni. Ular nomidan jo'natib yuboradi-da, ustiga bosadigan bo'lsangiz, haligi narsa u o'zi programma, virus programma, Androidingizda bo'ladigan bo'lsa, qilib yongandan keyin, yurgandan keyin siz ma'lumotlaringizni o'g'irlaydi. Ya'ni bankingiz hisob ma'lumotlari kirishga harakat qiladi, kod keladi, kirib turib shuncha summani o'g'irlash. Bu bitta narsa. Endi ikkinchi aytganligi tomoni O'zbekistonda mana yaqinda o'tgan hafta bo'lgan narsa 100 dan ortiq talabalar o'sha call center qilishgan, ya'ni chet ellarga telefon qilib odamlarni aldab pulini olishgan. Bu narsani biz oldin eshitardik. O'sha Rossiyada, Xitoyda, Afrikada shu ishni qilishgan, Shu ishni qilishgan. Endi mana shu narsa O'zbekistonga kirib ketdi. Juda ham achinarli holat bu sun'iy intellektdan noto'g'ri yo'lda foydalanish. Endi musulmon sifatida birovni aldab pulini yeyishni men o'zim haligi tasavvur qila olmayman. Qanday qilib endi student boshqadir o'zi uchun qanaqadir justify qiladi, ya'ni o'zi uchun oqlaydi. O'zini oqlab. Men bu boshqalarda anaqa o'g'irlamayman, boshqadir qanaqadir nimadir o'zini oqlaganda va o'sha narsani qilyapti-da. Mana ko'rdim, achinarli. Mashhur odamlarni, yulduzlarni nimasidan, yuzidan foydalanib video qilishyapti. Xuddi o'sha mashhur odam gapiryapti. Uni yuzi bilanda endi masalan nimadandir reklama qilyapti yoki nimagadir chorlayapti noqonuniy narsaga. Xullas, shunday qilib ham sun'iy intellektdan foydalanishyapti. Juda katta bizda u kompaniyamizda mana shu sun'iy intellektdan ehtiyot bo'lish uchun har hafta bizda o'sha videolar kelib turadi. O'sha videoni ko'rib, yangi sun'iy skamerlar chiqadigan bo'lsa, ularning metodikalari qanaqa, biz ularga aldanib qolmaslik uchun bizga ta'lim berib borishadi, o'rgatib borishadi. Yana bitta chiqdi, aytib o'tishim kerak. Bu O'zbekistonda yoki Amerikadagi ham do'stlarimizga ham foydali bo'lishi mumkin. Yangi turi chiqdi. Hozir agar siz telefoningizdan video vezib keladigan bo'lsa, kimdir sizga telefon qiladigan bo'lsa, uni telefoningizni ko'tarsangiz, haligi odam sizga qanaqadir bir rasm ko'rsatishi mumkin, siz uni ko'rasiz. Ko'rib turib, nimadir boshqacha kimdir rasm qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin, gapirishga harakat qilasiz. Kimsan, nima, u yoq bu yoq gapirsangiz, haligi odam sizni yuzingizni yozib olyapti. Yuzingizni yozib oladi, siz unga ko'rib turibsiz nimanidir. Keyin ular nima qilyapti? Sizni o'sha turgan rasmni almashtirib, adult content deydi, qanaqadir o'sha pornografik narsalarni qo'yib turib, sizni blackmail qilishga harakat qiladi. Ya'ni sizdan pul undirishga aytadiki, bitta bo'lgan voqea, xuddi mana shu er xotin gaplashib o'tirganda, televizor ko'rib o'tirgan vaqtda eriga telefon keladi, er ko'taradida, ko'tarib, "Hey, how are you? Kimsan?" u yoqqa gaplashib turgan vaqtida bitta ayol qimirlab gapirmasdan turadi-da. Bir 20-30 sekunddan keyin o'chadi. O'chadi, nima bo'ldi? Ajoyib bo'ldi deb o'tirgan vaqtda keyin video keladi unga. Xuddi o'sha erkak qarayapti, lekin u yoqda o'sha bitta pornografik narsani ko'rib turganligini videosi. Uni yuzi yozilgan, bu yoqda video ketyapti. Aytganki, agar bizga mana shuncha summa bermasang, mana shu videoni ayolingga jo'natamiz. Sen mana shu narsalar ko'ryapsan. Oilang buziladi, u yoq deganda unga yaxshi tomoni ayoli yonida bo'lgan. Uni agar bir-biriga ishonmaydigan juftlik bo'lsa yoki boshqa ishonmasa, haliginga shunday aldanib qolishi mumkin-da. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Agar sizlarga tanimagan odamlaringdan Telegramdan video call keladimi yoki iPhone'da face call keladimi, agar video vizib bo'lsa, tanimagan odamlarni ko'tarmanglar. Agar uni muhim ishi bo'lsa, xabar yozadi, SMS yozadi, xabar yozadi-da, sizga o'shandan keyin gaplashishingiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Menga shu narsa bo'lgan, men bir marta bo'ldi. Aynan bunaqa emas. Men aytmoqchi bo'lganim shu firibgarlarda Amerikada 2024-yil ekan. Endi kelganimga ko'p bo'lmagan. Telefonimga nima keldi? Сообщение keldi. Men endi Amazonda bir narsa zakaz qilganman, buyurtma qilganman. Adresimga kelish kerak, to'lovlarni qilganman. 1 kun, 2 kun kelish kerak, lekin kechikyapti. Keyin menga сообщение keldi. Sizga deyapti, nimadan pochta bor. Lekin biz bordik adresingizga, qoldiradigan nima xavfsiz joy topa olmadik. Endi eshik qulf bo'ladi, ko'pincha hech kim bo'lmaydi. Haqiqatan shundayda. Eshik qulf bo'ladi-da,
hech kim bo'lmaydi. Ular qoldirib ketsa, birov o'g'irlab ketishi mumkin degan ma'noda tashlab ketmaydi. Shunday deb yozyapti. O'sha bordik, xavfsiz joy yo'q bo'lgani uchun pochtangizni qoldirib ketmadik. Agar keyingi marta ertasi kuni urinib ko'rishimiz uchun yana bir marta redelivery, ya'ni qaytadan sizga jo'natishga harakat qilamiz. Faqat deyapti, ikkinchi marta harakat qilishimiz uchun bizga $1 nima to'lashingiz kerak deyapti. $1mi, $3mi, esimda yo'q. Xullas kam summada shu to'lovni to'lashingiz kerak. Biz qaytadan olib borishimiz uchun deyapti. Endi men haqiqatan kutyapman, haqiqatan kechikyapti. Bu значит men jo'natgan sotib olgan narsam qaytib ketibdi. Menga qaytarib kelishgan $1 hech narsa emas ekanki, qimmat narsa edi, o'sha narsam yo'qolib ketmasin, shuni to'lay qolaman dedimda, keyin qaytadan aloqa qilish uchun yes bosingda link beramiz deyapti. Keyin bossam link berdi. Shunday linkka kirsam, keyin to'lov qiling deyapti-da, kartani kiriting deb to'lov qiling deyapti. Kartani kiritdim. Endi men bilmayman, hech narsadan xabarim yo'q. Ana sayti o'shanga o'xshaydigan nomni qo'ygan saytda. Keyin kirdimda, shunday kartani kiritganimdan keyin kutib turibman endi, boyagi $1 yechish kerak deb. Pul yetmayapti-da. Keyin bo'ldi deb nima chiqdi. Muvaffaqiyatli bo'ldi, yakunlandi dedi. Endi men to'larni shekilsam, shunday menga bankimga nima ulagan edim, Apple Pay ga siz kartangiz boshqa telefonga Apple Pay ga ulandi deyapti. Qarang. Men srazi bildim, o'sha bo'ldi, meni kiydirishdi. Pulimni yechib oladi hozirda o'ylayman-da. Darrov bankka shanba kuni, yakshanba kuni. Shunday telefon qildim bankka, kartamni qulflattirdim-da, yangi olib keltirdim. Meni keyin bilsam, boyagi haqiqatan nima firibgar nimalar shunday qilib jo'natar ekanda. Endi bu narsa oddiy holda Amerikada o'ylab qarasangiz, onlayn savdo juda ko'p odam narsa buyurtma qiladi, kechikadi. Oddiy holda, chunki ko'pchilik, misol uchun men qancha odam tergov qilgan bo'lsam ham, shu narsaga men tushdim-da. Endi siz oddiy odamni endi tasavvur qiling-da, shu narsaga tushib qolishim. Lekin men o'sha Apple Pay ga ulaganim yaxshi bo'lgan ekan. Keyin nima bildirishnomalar yoqib qo'yganman. Karta ulangandan menga сообщение keladigan qilib telefon nomerlar ulaganman. O'sha kelgandan o'chirdi. Agar pul yechganda ham bu yoqda bank tizimi yaxshi ishlaydi. Birdan pulingizni qaytaradi. Kredit karta bo'lgani uchun. Kredit karta bo'lsagina qaytaradi. Yaxshi aytdingiz. Debit kartani ham qaytaradi. Menda debit kartani ham bir marta bo'lgan, debit karta bo'lgan. Pul ketdi, pulimni yechib olgan, debit kartamga bankka chiqqanman, qaytargan. Bo'lgan shu. Yaxshi unda. Qaytaradi debit karta. Qadarda eshitib qolaman, shunaqa qiziqqanligim uchun shu sohada o'qib boraman. Yaqinda bitta oilani 100 mingdan ko'proq pulini aldab yechib qo'yishganda, ular nima bo'lgan? O'sha Xfinity bu yoqda internet provayderlari bor, ya'ni internetsiz uyingizga o'rnatib beradiganlar. O'shandan telefon bo'lgan, o'shalar bilan gaplashganda qisqa qilib aytadigan bo'lsa, o'sha jarayonda haligilarda Xfinity nomidan chiqqan telefon raqami shunaqa o'xshab chiqqanda, haligilarni ma'lumotlarni olgan, karta ma'lumotlarini olib turib, ularni o'sha bankdagi summasini yechib olib qo'ygan. U kim pul ketdi, ularni undirib olish iloji bo'lmagan. O'sha katta summa bo'lgani uchun. Katta summa bo'lganligi uchun balki bank uni o'sha bankda ham sug'urtalari bor, qoplanmagan bo'lishi mumkin. Endi bu o'sha firibgarlik turlari ham ko'p. Siz aytgandek, siz o'sha delivery, ya'ni dastavkani olish uchun chiqqansiz boshqa bo'lgan. Biz o'zimizda yaqinda bo'lgan voqea, shu mavzuga kelganligimiz uchun onlayn ayolim onlayn bir narsa olmoqchi bo'ldi-da. Bizga yoqqan narsa borib ko'rib turib, olib, qaradi, oxirida karta ma'lumotini kirityapti-da, o'xshamayapti. Siz kartangiz qabul qilmayapti deyapti oxirida. Lekin ular kartani ma'lumotlarini o'g'irlagan bo'lgan, bu kartani boshqa narsani sotib olishga harakat qilishyapti. Ular o'sha harakat qilyapti. Biz qarasak, keyin haligi veb-saytning nomida bitta harfi noto'g'ri ekan. Xuddi o'sha bor veb-saytni olgan, onlayn nima sotmoqchi bo'ldi, o'shani xuddi kopiyasini yasaganda bitta harf ichkari kirsangiz, lekin o'sha veb-sayt, o'sha narsalar, produktlar qanday bo'lsa juda ham ehtiyot bo'linglar, onlayn savdo qilyap turganda, juda ham ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Ular karta ma'lumotlarini jo'natganingizdan pul ma'lumot olib turib, boshqa narsalar sotib olishga harakat qilyapti. Kim biz bankdan keldi, kartangizdan shunaqa bo'ldi, kimdir pul yechishga harakat qilyapti. Biz kartaga telefon qildik, bankka telefon qildikda kartani qulfladik. Keyin haligi report qilganligimiz uchun kredit karta bo'lganligi uchun uni qaytarib berdi. Bizga yangi karta jo'natdi. Ular yechdi ham pul. Kredit kartaga nimagadir yechdi. Boshida $60 yo $80 pul yechdi o'sha vaqtida. Keyin biz uni qaytarib oldikda, u blokladik. O'shandan keyin yana ham ehtiyot bo'ladigan bo'ldik. Shuning uchun Amerikadagi do'stlarimizga ham aytib qo'ygan bo'lardim, onlayn savdo qilyap turganda ehtiyot bo'linglar, juda ham turi ko'payib ketdi. Endi firibgarlik do'stim juda
temani ichiga kirsak, ma'lumotlar juda ham ko'p. Shunday. Bu kun bo'yi gaplashib o'tirsak bo'ladi. O'sha sun'iy intellektni boshladim, shuni tugatib qo'ysak bo'ladi, keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Shunday. Sun'iy intellektda hozirgi Silikon vodiysida yashayapman. Shu yerda kelyap turgan yangiliklar, bu yoqda kompaniyalarni kuzatib bo'lyapman-da. Oxirgi bo'lyap turgan yangiliklar hozir endi bizda hamma xabar bor. Sun'iy intellekt, ChatGPT, Cloud hammasi chiqdi. Endi bu yoqda asosiy fokus, ya'ni asosiy anaqa ahamiyatni robotlar qurishga qaratishyapti. Robotlar, ya'ni har bitta kompaniya bugun Tesla robotiga o'xshagan. Tesla bot bor.